Assalomu alaykum. Yaxshi niyat no'meraning kanalimiz a'zolari. Mana bu navbatdagi darvozamiz. Joyimizga olib kelib o'rnashtirib bo'ldik. Samarqand fason degan darvozamiz. Xo'p, bularning narx-navolari, kvadrati nech puldan bo'lyapti, listlari, materiallari qanaqa bo'lyapti, sizlarga hozir bafurja tanishtirib o'tamiz. Xo'p, birinchi o'rinda stoykasiga keladigan bo'lsak, stoykalarimiz 8x8 8x8 ikkili stenkada bo'lgan. Listlarimiz 1x8 bo'lgan. Profillarimiz, darvozani profillar ramasi 6x4 ikkili stenkada bo'lgan bu ham. Darvozamiz 2 qavatli qilib chiqarilgan, ikkinchi qavati toshli list bo'lgan aziz obunachilar. Mana shu holatda chiroyli bo'lib chiqdi. Bu darvozamizni eni 3.30, bo'yi ham 3.30, to'g'richa holatda yasaldi. Egalari o'zlari razmerda aytishgan, bizga o'sha razmerga olib kelib o'rnashtirib berdik. Bu darvozamiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Cheksaroy qishlog'iga olib kelib o'rnashtirib berdik aziz obunachilar. Orqa taraflarini ham o'tib ko'radigan bo'lsak, orqa taraflari ham o'ta idealniy, chiroyli, tekis bo'lib chiqqan mana aziz obunachilar. Ochilib yopilganda ortiqcha dang'ir-dong'ir ovozi yo'q. Shumlari ham o'ta chiroyli bo'lib chiqqan, mana eshitib turgan bo'lsalar. Zamoklarimiz o'sha zubr yaxshi zamokdan, xudo xolasa uyaltirmaydi, yaxshi xizmat qilaveradi. Xo'p, buni kvadratiga keladigan bo'lsak, kvadrati 1.100.000 dan 1.400.000 gacha bitadi. Bu hozir shu holatda bitadigan bo'lsa 1.300.000 so'mdan o'zimizning shu viloyat, shu yaqin atrofga Andijon, Namangan, Marg'ilonlarga, Farg'onalarga olib borib, dastavkasi ichida olib borib o'rnashib beramiz. Bu darvozamiz jami summasi 17 million so'm bo'ldi. Mana yonida addinni kichkina eshikchasi ham bor. Kichkina eshikchasiga qo'shilib 17 million so'mga olib kelib o'rnashtirib berdik. Bu eshikchamizni bo'yi 3 metr, eni 3.20 mikan yo 3.30 mikan shunaqa bo'ladi. Mana bu eshikcha ham o'sha darvozaga moslab chiroyli qilib chiqardik. Bunga ham o'sha zubur zamok yaxshi zamokdan qo'yib qo'yganmiz. Ochilib yopilganda ortiqcha ovozi yo'q buni ham aziz obunachilar. Shumlari ham o'ta idealniy, chiroyli bo'lib chiqqan. Buni ham profillari shu 6x4 ikkili stenkada bo'lgan. Bu profillarimizda 1.5liklari bor, 1.2ligi bor, 1.7ligi bor. O'sha eng full varianti ikkili profilda yasab chiqarib berganmiz. Kimga shunaqa chiroyli sifatli darvozalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha bundan-da chiroyli, sifatli, arzonroq chiqarib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat hammalarga.